من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Bek açıq dorishgan ishmaychi buva. Paylı qılıdı qızım. Çidap durup içivetkin. Kesel azabı çekendin doğrunun açığığı çıdığan yaxşı. Yetiverishga bek uch bo'p ketdim. O'rim bo'p qolmay yana. Uzun yatmaysan kızım. Doktor 2 günden keyin mektepki bası buldu dedi. Ensirmey yaxşı aram ağın. Buva, yana 2 kun yatamdiman. Bu gapni anlab saqayib qolgandek bo'ldim. Aldırma kızım. Doktordan degini boyu çıkılsan asan saqayıp gitsin. Bek serikib ketdim. Midirlimay yetvatqilib bir hafta bo'ldi. Kızım savr qilsan tez saqayıp o'rningdan yana burunqideklik sağlam bo'p turib gitsin. Şu vaqtda savr qilganingning natijasini ko'rsin. Buva, keslimning saqayishini kutib savr qilsam, Alloh taolo menga savob beramdi. Albatta savob berdi kızım. Chunki müminlarning hamma ishiga savob beriladi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Men mümin bandining ishlaridan hayronman. Uning hamma ishi yaxshi, lekin müminlardan boshqalar undoq emas. Agar müminga bayoshatlik yetsa, shukr qiladi. Bu uningga yaxshidir. Agar uningga qattiqchilik yetsa, sabr qiladi. Bu uning uchun yaxshidir." Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, bugun qandaqroq? Saqayib qolgandek turamsiz. Allohga shukr dada. Mo'min odam har vaqt sabr qiladi. Allohga shukri, saqayib qoldi. Doktormu ati o'rnidan tursa bo'ladi dedi. Allohga shukri. Bova, payg'ambar alayhissalomning hayoti haqidagi hikoyaning davomini aytib bering. Oxirida nima ishlar bo'lganligini bilishga bek taqozo bo'lib ketyapman. Apirin balllarım. Bundaq davomlashtirsanglar, cho'qim mendinmi o'tib ketgudeksizlar, juma? Maqsadimiz sendan o'tib ketish emas, dada. Payg'ambarimizning hayotini bilib olaylik deyapmiz shu. Undaqda men sizlarni buvanglar bilan yolg'iz qo'yay. Mening sirti qiladigan azroq ishim bor edi. Allohga omonat. Xo'sh dada, Allohga omonat. Buva, amsi boshlang. Ma'qul, boshlaylik qizim. Cahil Quraysh payg'ambarimizning da'vatiga qarshi harakat qilayotganda, payg'ambarimiz kishilarni haq dinga kirishga chaqirdi. Quraysh payg'ambarimizga qarshi texmi unumlik chora izlab, kishilarni da'vatga quloq solmaslikka chaqirib, qattiq ogohlantirdi. Haj qilish fasli kelganda, ishlar texmi keskinlashdi. Bu yil haj karvonlari baldur kelishga boshladi. Bu yil bereketlik o'tganligi uchun haj qilguvchilar baldur kelyapti. Tangrining barkiti yaqqanligidan bo'lsa kerak. Tangrining la'nati yaqqanlikdan bo'lmasin yana. Nima demoqchisan? Sizlar faqat pul mol to'plashning g'imida. Buningdan muhim ishlarni o'ylamayapsizlar. Sizlarchi hajiga kelgan arab qabillarini Muhammad bo'sh qo'yutami? Albatta bu sizlarning
xiyolinglarga kirib chiqmaydi. ishni cho'ngaytib etme. Buningdan ansirmasangmi bo'ladi. Hajiga kelganlarning haji qilish va ilib kelgan mollarini setishdan boshqa ish bilan kori bo'lmaydi. Meningcha ular Muhammadning so'ziga quloq sepmi yurmaydi. Quloq solgan taqdirdami haj faoliyati oxirlashganda hammasi o'z ishi bilan band bo'lib, u gaplarni unutib ketadi. Men undaq deb qaramayman. Muhammad bek g'alati gaplarni qilyotidi. Uning deganlari boshqa so'zlarga o'xshamaydi. Bundaq ketaversa, tinch o'tayotgan turmushimiz ostin ustin bo'lib ketadi. Undaqda men Muhammadning o'zi bilan paranglashib baqay. Uningga yana nima deysan? Biz uningga gap qilaverib qalbigimizning bir qat terisimi tushib ketay deb qoldi. Nima bo'ladi? Yana bir qatim sinab baqmaydimi? Balkim bu qatim uni qoyil qilib qolsak ajib emas. Mening bek ishonchim yo'q. Shundaqdimi bir ko'rishib baqayli. Amisi yuringlar. Gapimizni anglab, bizni xotirjam qilsa ajab emas. Ana Valid Muhammadning yenidan kelyotidi. Qandoq bo'ldi? Nima dedi? Yumshagandakmi? Ha? Bu biz bildigan Validga o'xshamay qopdi-ku. Qaranglar buningga. Qat'iy niyat bilan kirib ketayotgan odam bo'shishibli qaytib chiqibdi. Qani ayta, Muhammad sana nima dedi? Ish nima? Amisi nim bo'ldi? Hajab jimib qopsan-ku. Birdamda o'zgarib boshqacha odam bo'lib qopsan. Muhammad sehr qilyaptimi ya? Sehrlab qo'ymadi. Muhammadning so'zlarini bir anglab baqqan bo'lsanglar, uning aytganlari insi jinning so'ziga faqat o'xshamaydi. Men Muhammad sehrgar deb sizlarga aytgan edim. Bu sehrgarlik emas. Muhammadning so'zlari aniq va ochiq. Men burun bundaq chiroyli so'zlarni hech qanday yerda anglab baqmagan. So'zlari nihoyatda go'zal. Xuddi lazzatlik meva beradigan daraxtga o'xshash. Meva bergan sari büyük baraqsan bo'lib ketadi. Bundaq yuksaklikka hech kim o'rlay olmaydi. Valid sarang bo'lib qolmagansan. Qasam qilib beray, men sarang emas. Ilgari hech qanday yerda bundaq go'zal so'zlarni anglab baqmagan edim. She'r o'qipadimi ya? She'r emas. Mening she'rni yaxshi bilganligimni sizlar obdan bilasizlar. Men savotsiz birim emasman. Amisi bu palchilik. Palchilikmi emas. Men palchilarni ko'p ko'rgan. Muhammadning so'zlari ularning so'ziga asla o'xshamaydi. Balkim sarang bo'lib qolgandi. Hammamiz yaxshi bilamiz. Sarang odam ahli bilan so'zlay olmaydi. Og'ziga kelganni jo'ylaydi. Bizni chorasiz qo'yding. Sen ichimizdagi eng usta notiq eding. Endi sog'im bo'ldi. Mana azroq möhlat beringlar. Muhammadning so'zlarini obdanroq bir anglab baqay. Balkim shu vaqtda nimaligini bilgili bo'lar. Sen nima deyapsan? Muhammad o'qish, yozishni bilmaydigan tursa, qandoqsiga faqatli so'zlay oladi. So'zlay olamda? Menmi so'zlay olayman? Zodi Muhammad nima deyotidi? Allohdan kelgan vahiyni so'zlab beryapti. Qaysi Alloh? Nima vahiy u? Allah so'zlab o'tibdimi? Muhammad Rasul sarang bo'lib qopti. Hayotlikni kontrol qiladigan faqatli Ka'badagi butlarimizdir. Muhammad buni bilmamdikin-a? Biz Ka'baning egilari. Her yili nurg'un karvan haj qilish uchun Ka'bani tavob qilg'ili keladi. Biz shu bahonada tijorat qilib pul tepib olamiz. Qandoq gap bu? Undaq oson ish yo'q. 300 dona ilohimizni bir qitimni ko'rib baqmagan birli Allohga qandoq almashtiramiz? Texisilar Allohni hamma yerda bor deb yuribsizlar. Bu yerda, uyda, Toifda, Yasribda, Yamanda, oy ustida. Agar rostdan shundoq bo'lsa, haj qilguvchilar nega berib haj qiladi? Ka'baga kelmasa, Qurayshning ilohi ibodat va tijoratdir. Buni esladi ching tutinglar. Alloh ilib setilgan mol emas. Sen qamchimizning ta'min tetib boqmoqcha odam bo'lmaydigan o'xshaysan. O'qish yezishni bilmaydigan bu Muhammad qullar bilan xo'jayinlar barobar deymish. Bizdek isil nasabli kishilar qandoqmi shu qora qullar bilan o'xshash bo'lsin? Albatta, qulmi bizga o'xshashli inson. İnsanlar Arab bo'lsin yoki boshqa millatdan bo'lsin, hammasi o'xshash. Orasidagi birdan bir farq e'tiqod. Yaxshi gapkan. Ammo bu gap qul chakarlarning yuragini yo'g'ontib, ularni umidlantirdi. Bilal, buni toza bir qamchilab qo'y. Makka esil zodisi bilan odatdagi bir qulning orasidagi farqni obdan bilib qolsin. Toza savudab gap qilomig'idek qilib et. Ura Bilal, urib o'ltirib et.
Rasa bir qamchilab Urib qo'y. o'ldirib. Bilal, qarab turmay ur. Ularning buyrug'ini o'rinla. Mani ko'rib sizlar. Makkada qullarimizga gap anlatamaydigan darajaga tushib qoldik. Sen qulning ilohi, xo'jayiningning ilohidan hargiz ustun turolmaydi. Ey Bilal, men seni setib olgan. Men ruhingning ham jismingning egisiman. Seni obdan bir adablab qo'ymasam bo'lmabdi. Eng kuchlik menmi yoki sening Allohingmi? Kuchlik. Yigane Allah'tur. Ayta, menmi yoki Allohingmi? Yigane Allah. Allahu Ekber. Allah büyüktür. Qiziq ish. Bularning hammasi o'xshash shu gapni qilyotidi. Yigani Allah, yigana deb. Bular boshqalarni kushkirtiyotidi. Bular bu tayoqning zarbasiga qandoq chidayotidi? Bu kish bularga nadin kelgan. Bu qulni o'ltirib, bizmi xotirjam bo'layli. Menimcha bu qulni o'ltirmagin. Bu qulning menga keragi qolmadi. Anglashimcha Abu Bakr qullarni qimmat bahoda setib olarmish. Abu Bakrmi? Abu Bakr deganlik Muhammad deganlik. Abu Bakr bo'lsin, Muhammad bo'lsin baribir. Bu yerdagi masala pul masalasi. Hey Velid ibn Mughira, Muhammadning so'ziga javob beraman deb va'da berib qo'yib, hozirgacha va'dangda turolmading. Va'dangni unutib qoldingmi ya? Unutib qolganim yo'q. Eng to'g'ri javobni izlayotgan edim. Javobni topgan o'xshamamsa. Shundoq topdim. Qani undaqda deb boqqina. Ko'p o'ylagandan keyin shu xulosaga keldim. Oldimizda 3 xil tanlash bor. Birinchisi Muhammadning deganlarini anglab, uningga agishish. Ikkinchisi-chi, agar deganlari to'g'ri bo'lsa, sizlarmi uning diniga kiringlar. Uning yuksalishi sizlarning yuksalishinglar hisoblanadi. Agar u o'ltirilsa, sizlar o'ltirilganga barobar bo'lsizlar. Uchinchisi-chi, sehrgar deyishdan boshqa tanlash yo'q. Mushundoq desak, arablarni ishontirgili bo'ladi. Kabe'ning tanrisi bilan qasam qilamanki, Muhammad sehrgardir. Sehrgarlar kishilarni ayollaridan, bolalardan, qullardan ayirib etadi. Bu kishi, ya'ni Velid ibn Mughira haqida Alloh taolo tövendeki oyatni nozil qildi. Bismillahirrahmanirrahim. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر صدق الله العظيم. Balarim, bugün mush yergacha so'zlab beray. Alloh xolisa, ati davomini so'zlab beraman. Sizlarmi aram ilinglar. Allohga omonat.